alaykum aziz birodarlar, sog' omonmisizlar? Hurmatli aziz birodarlarim, kuningiz xayrli bo'lsin. Afg'oniston paxtalaridan kichkina bir video oldik aziz do'stlar. Bunga sabab bor. Sababi shuki, bizlar paxtalarimizga bir kasalliklar tushgan aziz do'stlar. Mana shundoq yaproqlarni bir narsalar yeydi. Buning dalili nimaligini bilmaymiz. Aziz birodarlar, aziz dehqon bo'valamiz, agar shuning dalilini bilsangiz, shuni sababini bilsangiz, bu kasallik qanday kelib chiqadi, buni qanday oldini olsa bo'ladi. Dehqon bo'valamizdan shuni iltimos qilamizki, agar shuning chorasi bo'lsa, shuning davosi bo'lsa, bizlar kommentariyamizga chiroyli qilib, tushunarli qilib yozib yuborsin. Inshaalloh bizlar ham o'shaning yuzidan shu paxtalarimizni davolaylik. Kuningiz xayrli bo'lsin yana bir bor aziz do'stlar. Yana bir eslatma, Afg'onistondagi birodarim deb O'zbekistondan bir inog'amiz bir shilopa deydimi, qalpoq deydimi yuborgan ekan. Bu kishiga katta rahmat, salomat bo'ling.